Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumaniga tashrif buyurganmiz. Nima sababdan desalaring, mijozlarimiz 1,5 ming kvadrat yer maydoniga umumiy hisobda 2600 kvadrat sendvich panel ishlatib bino qurishgan. Xo'p, binomizni ko'rishlaring mumkin. 10 sm qalinlikdagi 14 plotnostli penoplast materialdan tayyorlangan sendvich panellarni ishlab chiqarib, qurib bitkizib berganmiz. Xudo xolasa, xo'p, dizaynlarini tashqi ko'rishlaring mumkin. Videolarini joylab ketaman. Dizaynlarni mokri hamda oq rangda kombinatsiya qilib juda ham chiroyli dizaynlar chiqarib berganmiz. Ushbu mijozlarimiz Yevropaga oziq-ovqat mahsulotlari eksporti bilan shug'ullanishar ekan. Oldingi binolari Yevropa standartlariga javob bermaganligi sababli hamkorlar bilan ozgina kelishmovchiliklar bo'lgani uchun xudo xolasa mana hozir mana bunday Yevropa standartiga 100% javob beradigan qilib ushbu binoni qurib bitkizishgan. Do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib ketaman, sendvich panellar Yevropa standartiga 100% javob beradi. Ushbu binomizning ichki qismlariga kameralar o'rnatilinadi va hamkorlari ko'rib turar ekan. Bilasizlar, oziq-ovqat sohasida albatta tozalik birinchi o'rinda bo'ladi. Ushbu binomiz 90% holatda, sendvich panellar 100% qotirib bo'lingan va bino 90% holatda bitgan, faqatgina romlar hamda darvoza qurilsa bo'ldi. Sendvich panelni xohlagan mahsulotingizda dezinfeksiya qilsangiz bo'ladi. Shu sababdan ham eksport va oziq-ovqat sohasi bilan shug'ullanuvchi, dori sohasi bilan shug'ullanuvchi va tovuq fabrikalarida ham har xil dezinfeksiyalar bo'ladi. Shu sababdan ham ushbu sohalarda aynan sendvich panel mahsuloti qurilishda aynan asosiy mahsulot qatoriga kirib boryapti do'stlar. Sendvich panel 1-2 yilda endi bizda ommalashib turgan bo'lsa, Yevropada ancha yillardan beri bor. Yana bir ma'lumot do'stlar, sendvich panelni xohlagan, o'sha aytib o'tganimdek, xohlagan mahsulotda dezinfeksiya qilib va karterda yuvib tashlasalaring ham bo'ladi. Eng zo'r tarafi, ichki fasadi ham, utepleniyasi ham, tashqi fasadi ham bitta mahsulotda mujassam bo'ladi. Do'stlar, kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, albatta Bertus Group kompaniyasiga qo'ng'iroq qilib buyurtma bersalaring bo'ladi. Ushbu videoni esa mana shunday yirik binolar quraman, sklat, angarlar, ishxonalar quraman degan tanishlarga albatta jo'natib qo'yinglar, manfaatli bo'ladi.